Bugun yana sizlar bilan farosat haqida gaplashamiz. Bu farosat degani nima? Birovning noqulay ahvolga tushib qolishini oldindan sezib, unga qarshi chora ko'rish bu farosat deb ataladi. Odamlarni bo'lar-bo'lmasga noqulay ahvolga tushirib qo'yish esa farosatsizlik hisoblanadi. Masalan, ovqatlanayotgan paytda o'zining idishidagi narsalardan, masalan, kartoshkami, sholg'ommi, sabzimi, "Men bularni yoqtirmayman, siz yeb qo'ying" deb, birovning idishiga o'zini idishidan solib qo'yish bu farosatsizlik ovqat mahalida. Yoki ayrim holatlarda ko'raman, ovqatni yarmigacha ichib, qornim to'yib qoldi, qolganini siz yeb qo'ying, isrof bo'lmasin" deydi. Mana sizga farosatsizlik. Yo'q rahmat deyishga qaramasdan oling, oling yeb qo'ying deb. Ba'zan bir videolarda ham aytilyapti shu somsani 1-2 tishlab turib, qornim to'yib qoldi, og'ayni sen yeb qo'ya qolgin deb. Unamasa xafayam bo'lib qo'yishadi. Ana shu narsalar ovqat yeyishdagi befarosatlik hisoblanadi. Endi gap gapirishda, nutqdagi farosatsizlik qanday? Ko'pchilik oldida noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishadi, dilini og'ritadigan. Masalan, "Bolalaringiz nechta?" deb so'rab qo'yishadi. Bunday holatda, ayniqsa notanish odamlarni, bilmagan odamingizni oldida farzandlar haqida umuman gapirmang. Undan hol-ahvol so'rang, salomatligini so'rang, "Uydagilar yaxshimi?" deng-da, ortig'iga o'tmang. "Bolalardan nechta?" deb. Ehtimol uning farzandi yo'qdir. Diliga og'ir botadi. Shuning uchun ham bu narsani gapirishda ehtiyot bo'lish kerak. Boringki, bolalari bordir. 3 ta yo 4 ta, 6 ta, 7 ta desa, nechtasi o'g'il, nechtasi qiz? Xuddi bir tergovchiga o'xshab savol berishyapti. 5alasi ham qiz desa, nimaga o'g'il yo'qmi? Endi bu yog'iga o'tyapti. To'xtash kerak. Umuman bolalarni o'g'il, qizga ajratish yoki nechtaligini so'rash ham befarosatlik deb hisoblayman. Bitta odam bor edi, befarzand inson, Alloh rahmat qilsin. O'sha odam mana shunaqangi bir savol-javoblardan zerikib ketgan, yuragiga og'ir botgan. Bolalardan nechta desa, 3 ta deb qo'yar edi bechora. Shuning uchun ham aynan mana shu narsalarni gapirmaslik kerak. Yana shundayki, farzandlar nechta? 4 ta. Nechtasi o'g'il, nechtasi qiz? 4alasi ham qiz desa, o'g'il yo'qmi? deb hatto maslahatlar ham beradi o'g'il ko'rish bo'yicha. Bu narsalarni yig'ishtiring. O'g'ilmi, qizmi, nechta bo'lishi, bu siz uchun foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q. Lekin ana shu tinglovchiga og'ir botishi mumkin. Shuning uchun ham oilaviy masalalar, shaxsiy masalalarda juda ham ehtiyotkor bo'lib, birovning diliga og'ir botmaydigan, bilmasdan gapirib qo'yadi odamlar. Shu gaplarni gapirmaslik ham katta bir farosat hisoblanadi.